Bugun char mavzusida bitta masala o'rganamiz, ishlab ko'ramiz va shu bilan charni ko'proq tushunib olamiz deb o'ylayman. Xo'p. Birinchi bo'lib bizning masalamiz nima ekan? Shartini yozaman. Bizga bitta harf kiritadi, foydalanuvchi harf kiritadi. Foydalanuvchi harf kiritadi. Uni nima qilishimiz kerak? Kiritadi. Uni nima qilishimiz kerak? Agarda harf ulli harf bo'ladigan bo'lsa, yo'q, kichkina harf bo'ladigan bo'lsa, kichik harf bo'ladigan bo'lsa, o'sha harfni kattasini qaytarsin, o'sha harfni kattasini qaytarsin. Aks holda o'sha harfni o'zini qaytarsin. Xo'p, shunaqa dastur tuzib ko'ramiz. Xo'p, yozib qo'ydim shartini. Shu shartga mos bitta dastur tuzib ko'ramiz. Birinchi bo'lib bizani basic kutubxonamizni chaqirib olaman. Include studio hash va umumiy bizani funksiyamiz boshlanishi int main dan boshlanadi va ochdim. Endi nima bo'ladi? Bizda bitta char o'zgaruvchi bo'ladi. Char c. Buni foydalanuvchidan so'raymiz. Foydalanuvchi kiritsin. Iltimos harf kiriting desin va scanf bilan qabul qilamiz. Voice c ampersand c. Endi nima bo'lsa, foydalanuvchi bitta son kiritdi, xohlagan bitta simbol kiritdi, xarakter kiritdi. Endi shuni biz tekshirishimiz kerak. Ya'ni nima u? Agarda kichik ulli harf bo'ladigan bo'lsa, shunchaki uni kattasini chiqarishimiz kerak. Agarda katta harf kiritadigan bo'lsa, o'zini chiqarib qo'yishimiz kerak. Bunga bizga nima yordam beradi? SKI table degan narsa bor. Mana Google ga kirib SKI deb qidirsanglar, SKI table deb qidirsanglar shunaqa narsa chiqib keladi. Mana SKI table bor. Endi bu shunaqa narsaki, toki detsimalda 0 dan 127 gacha nomlab qo'yishgan va mana bu C da shu narsa shunaqa bo'ladiki, agarda C ga mana bu qiymatini beradigan bo'lsa, 25 beradigan bo'lsa, bizga mana bu char elementini chiqarib beradi. Misol uchun agar hozir C imizni elementi 33 kiritadigan bo'lsam, u unda chiqarib beradi menga. Ya'ni agarda men buni o'chirib turamanda, C agarda menda bo'ladigan bo'lsa 33 ga teng bo'lganda, printf qilganimda menga voice c unda uni chiqarib berish kerak. Unda uni chiqarib berdi. Ya'ni mana bu yerdagi detsimal qiymatini beradigan bo'lsa, bu mapdagi char elementini ham taniydi. Ya'ni shuni ovozda bo'ladi. Nima qilishimiz kerak? Bizda harflar ham bor ekan, ya'ni harflar ketmaga joylashgan. Toki mana 97 dan 122 gacha bo'lgan qiymatlari kichik harf bo'lar ekan. Shuni tekshirsak bo'ladi. Xo'p, buni olib tashlayman. Scanf bo'lsin bunda. If deyman, agarda kiritgan harfi katta bo'ladigan bo'lsa, katta yoki teng bo'lsa 97 dan. Nimaga 97? Mana bu yerda 97 da kichik a harfi boshlanyapti. Ya'ni 97 ga teng bo'lsa va undan katta bo'ladigan bo'lsa, va shu bilan toki 122 ga teng yoki undan kichik bo'ladigan bo'lsa, kichik harf kiritgan bo'ladi. Va C kichik yoki teng bo'ladigan bo'lsa 122. Bu holatda nima bo'ladi? Kichik harf kiritgan bo'ladi. Shunda nima qilishimiz kerak? Kichik harf kiritganini aniqlab oldik. Sharti nima dedi? Agar kichik harf kiritgan bo'lsa, shuni kattasini chiqarib berish kerak edi. Kattasi. Endi katta harflar toki 65 dan 90 gacha ekan. Ya'ni bular ham tartib bilan joylashgan. Agarda biz kichkina 97 dagi turgan a dan ayiradigan bo'lsak, 32 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak, bizga mana 65 bo'ladi, a ni olib beradi. Ya'ni tushundingmi? 100 da turibdi, d turibdi. Bundan agarda 32 ni ayirib tashlaydigan bo'lsam, 68 bo'ladi, katta d bo'ladi. Ya'ni hozirgi kichkina harfdan 32 ni ayirib tashlaydigan bo'lsam, u o'zini katta harfga aylanib qolar ekan. Ya'ni c teng c ayrilgan 32. Bu holatda bu kichkina harfdan katta harfga aylandi. Printf katta harf c. Ishlatib ko'raman. Xo'p, scanfda xato bo'libdi. Mana bu qolib ketdi. Harf kiriting deyapti. Kichkina harf kiritib ko'raman. A deyman. Katta chiqarib beryapti yoki
aytaman, i deyman, katta i chiqarib beryapti, ya'ni kichkina harfni taniyyapti va uni kattasini chiqarib beryapti. Agarda katta harf kiritadigan bo'lsa, hozir hech narsa chiqmaydi, chunki faqatgina kichkina harf uchun printf yozganmiz. Endi yana tekshirishimiz kerak. Men else qilib katta harf chiqarib qo'ysam bo'ladi, lekin katta harf bo'lmasligi ham mumkin. Shuning uchun else if qilib buni ham tekshiraman. Ya'ni men ASCII table'da aniq bilaman, katta harflarni qayerdan boshlab qayerda tugashini bilaman. 65 da boshlanib 90 da tugar ekan. Ya'ni agarda katta harf kiritgan bo'lsa, nima bo'lar ekan? C katta yoki teng bo'lar ekan 65 dan va C kichik yoki teng bo'lar ekan 90 dan. Shu holatda katta harf bo'lar ekan. Shundaki o'zini chiqarib qo'yaman. Printf katta harfni o'zi voice C ishlatib ko'raman. Kichkina harf kiritaman, katta harf chiqaryapti. Katta harf kiritaman, o'zini chiqarib beryapti. Mana. Ya'ni bu narsa katta harfni tekshiryapti, o'zini chiqaryapti. Agarda kichik bo'ladigan bo'lsa, 32 ni ayiradigan bo'lsa, bu o'zini katta harfga o'zgartirib berar ekan. Endi else, ya'ni katta ham kichkina ham kiritmadi. Bu holatda aytadiki, printf mana buni yopmadimmi? Printf siz harf kiritmadingiz desam. Bosib ko'raman. Oxirini yopmadim. Bosib ko'raman. Endi kichik a kiritaman, katta a chiqaryapti. Kichik g kiritib ko'raman, katta g. Hop, endi katta g kiritsam, katta g ni o'zini chiqarib beradi. Agarda son kiritib yuboradigan bo'lsam, siz harf kiritmadingiz. Ya'ni bu shunaqa ishlaydi. Endi ASCII table bu raqamlar eslanishib qolishi mumkin. Osonroq yo'li bormi? Ya'ni xuddi shu algoritm osonroq yo'li bormi? Bor. 97 emas, xuddi shuni mana bu yerda 10 tarafda turibdi-ku, harflar turibdi. Shular bilan tekshirsak bo'ladi. Agarda a dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, a ga teng yoki a dan katta bo'ladigan bo'lsa, yokida qaysi harfgacha? Z gacha. Z dan kichik yoki teng bo'ladigan bo'lsa. Bu ham xuddi shunaqa. Katta a dan teng yoki katta bo'lsa, katta z dan kichik yoki teng bo'ladigan bo'lsa. Shu holatda bir xil ishlaydi kodimiz. Xo'p, f kiritib ko'raman. Katta f. Boshqa harf kirib ko'raman. L, katta L. Endi katta L ni o'zini kiritsam, katta L ni o'zini beradi. Boshqa narsa kiritsam, siz harf kiritmadingiz. Siz harf kiritmadingiz. Ya'ni mana shu narsa tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Menimcha shu.